Jubajining roliga nima uchun Madohva chiqdi? Jubajining rolchisi obrazni yaratgan Madohva haqida parangiz baqdi ya. Endi buningda mishalki Yangidaviyanning ziyoratini ko'rib tushunib baqsanglar, nima uchun bu yerdagi Madohvaning tanlanganligini bila olasizlar. Tibqil g'arb sayohatda o'zining obrazini izchil chiqib ketmay, tishin ishlatmay, boshdan oxir o'zi tamomlagan odamning birisi mishalki Madohva. Endi bu yerdagi bu Jubajining roliga kelganda night set ko'rimsiz bir cho'shqa, night vurun, shapaq hisoblamoq asarkan badam zanglik qildigan bir obraz. Endi bir artist bo'lsinmi, mayli kino televiziya chiqsin, bundaq rolni bir odamni oldirib og'izganmaydi. Taqdim deb qala, zanglik qilami bu deb. Uning ustiga u vaqtida endi ishlamoqchi, bundaq nom shuhrat qozonganligini bilmaydi, bilsa-u qiladi, shunami? Bilmaydigan noma'lum vaqtima u. Lekin bu yerga Madohva san'at degan san'at, obraz yaratishga obraz yaratish. Men xalqlarning ko'ngilda qog'idak isidan chiqmadak bir yaxshi yarata olsam bo'ldi deb va'da bergan. Men bu yerga Yangidavianga mening bek ortiq talabim yo'q. Bek yuqori maosh talab qilmayman, qo'shqim mishadil to'yish bo'ldi deb xalq nima istamamdi deb burulg'ina ishtiyoq qilgan. Hamda arishdagi bir sarlashlardan ziminga tushilib cho'shqiga aylangan. 9 ishliq tirni ko'tarib yo'g'on qo'si bilan palaqshib shapaqlik qilib tushiradigan. Bundaq rolni elish xalq odamga yig'ir qildi. Endi bu yerga Balyuban Shioji 40 yil bo'libdi. Endi kimmi bu yerga Madohvaning niqobini evatgan asl chiroy nechinglarning esida bor. Bulupmu tangsın olan Suluko'nun Liushavlington obraz bakarak isimizde chiroy. Shunami? Amaliyat qarsak bu undaq satda adam emas. Nayt kulib o'tiradigan xushfe'l, mehribon chiroy bir odam. Endi shu sat niqob jabduqlarni taqab, mush obrazni yaxshi yaratgan. Endi bu Jubajining rolchisi Madohva asli Beijing san'at universitetida o'qigan Yangidaviyan rol tanlab qolgan vaqtning o'zida mashinaga ko'z tushgan ham buningga menga bu asardagi nihoyat sert ko'rimsiz qo'pol bundaq eski olvosli bir obraz kerak emas. Ko'rmanlarning esida qoldigan bir nihoyat kulishmak salbiy tarafim bor, lekin odamning o'shlik kelmaydigan mushundaq bir obrazni yaratib berishing kerak deb talab qo'ygan. Endi bu yerga Madohva bu rolni elish uchun 20 kilo samagan. Har kuni butkul 100 hech kim qopmasdan atgan soat 4 qopib tayyorlikni boshlagan. Nemishqa? Chunki mening girimi nihoyat ko'p. Elik çoşku burun, kulakları deyimiz, yüz eğizi, yoğan qosaqları bunu bir çelip qamğıda çaplaş gerek. Her bir maşjabduqlarını taqışıda 10 neçə saatlab evatmay olturduğan gap. Endi bir qisminin əmiz başından yoq Jubaji chiqmaydi, bu chiqmaydigan nurg'un ko'rinishlarmi bor. Lekin mushundaq ahvollarsidimi bu issiqni issiq demay, hatto nafaslar qismini chidab shu yo'g'on qosaqlik cho'shq burun taqab o'ltirishga majbur bo'lgan. Chunki buni evitib salqinlab o'ltiraysa, buni qayta taqash Night avarchilik nurg'un vaqt sarf qildigan ish ma'lum. Hamda buning hali ko'rinishga uchidigan qo'yinchalik bu ko'rinishlardan orqam bilan tortib uchitdi-ku. Mushundaq vaqtning o'zida bu hali yo'g'on qo'saq turba kalan payg'oshga necha qatim tushib ketgan, yaralangan. Endi men yo'g'on qo'saq o'qishga bu javob bergan buningga. Endi bu mush filmki Jubajining har xil qiliqlari, har xil harakatlarini o'zi ijod qilgan. Bu obrazga rasmiy kirishgan. Qarsaqlar ham omaq, ham shapaq, ham vurun, ham odamning bir o'shlik kelmaydigan, mushundaq bir jingan klassik bir Jubaji obrazini yaratib bergan. Undan keyingi nurg'un g'arb sayohat Jubajining obrazi bor. Hech qaysi ma'nodek yaxshi yaratilmagan. Buningdek tetmaydi. Shunami? Endi mushundaq isimizdan chiqmaydigan har qanday bir rol her qanday bir obraz mushundaq nurg'ul badallar tufaylidan keladi. Undan so'ng sizlar Jubajiga amraqmi? Shaxsan men amraq. Jubaji bo'lmasa bir qiziq erkan bo'lib qoladi. Qizimaydi shu yo'q. Shunami emasmi?